أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhtaram o'quvchilar, bugun Allohning fazli bilan darsimizni davom etmoqchi. Darsimiz 44-hadisga kelgan shu yerdan boshlaymiz. Ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol: ashhadu ala Rasulillah qol: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligiga guvohlik beraman. Yana bu guvohlik beraman, isbotlayman, e'tirof qilaman demoqchi. Rasululloh mundaq deydi degandan guvohlik beraman degan so'zning isboti kuchli, hujjati mustahkam. Juma kunisida yuyinish har bir balog'atga yetgan kishiga vojib. Ve misvak qilishi, og'izni chayqishi, og'izni yuvishi, agar topolsa xushpuroq ishlatishi, yemasa degan badallariga, kiyimlariga shuni takkizishi vojib demakchi. Va an yastanna va an yamassa an masdar harfi bo'lib, tilni masdariga aylantirib, masdar ma'nosida al-ghuslu degan mubtadaga at. Natijada al-ghuslu wal-istinanu wal-misas tib yawm al-jum'a wajiban ala kulli muhtalim deganni uqtirib qo'ydi. Demak, juma kunisida Müslümanlar yığılıp bir yere topluşup umumeten imkaniyeti ba dairedeki yerdeki Müslümanlar bir yere cuglunup Allah subhanahu ve ta'ala'nı eslash ve onunla kulçuluk kılış, Müslümanlar özünün arasındaki her türlü işlerini, ehvallarını hal kılış, yurtning çoğu hesaplangan imam yani yetakchilarning söz ve teşvikatlarını anlaş üçün bir yerga kelmoqchi bo'lganligiga asosan islom u yerga uydan chiqqancha, etizlikdan kelgancha, do'kon ochgan yerdan mangancha kelmasdan alohida tayyorlik qilib, kiyimlerini retlep, bedellerini yuvib, pakizlik qilib, xushpuroqlarni takkizib, Müslümanning o'ltirgan yeri pakiza bo'lishi, kiygan kiyimi pakiza bo'lishi, qilgan so'zi pakiza bo'lishi, ibodati to'g'ri va pakiza bo'lishi, umumatan Müslümanlarning orasi pakiza bo'lishiga alohida ahamiyat berdi bo'ladi. Demek, İslam dinimiz pakizlikni en birinci asas kılgan din ve pakizlikka hakikaten ehemmiyet vergen din. Şu veciden İslam pakizlikni birinci şuarı ve siyabeke fetahirden başlasa, ikinci pakizlik imanın yeri mi degan söz bilen başlasa, üçüncü Allah pakizlik kılgıçlarını dost tutudu degandan başlasa, pakizlik hakkında kelgan ayet, hadisler nihayet köp. Müslüman
uyi pakiza, kiyimi pakiza, bedeni pakiza, tuğan yeri pakiza, her bir joyi pakiza bo'lishi kerak. Şoňlaşqa bundaq jiq kishilar to'plashadigan yerda chiqish imkoniyati bor. Siz puroq chiqish imkoniyati bor. İşleş jarayonlarida insondan hosil bo'ladigan mayli ig'izidan, mayli badanidan, mayli boshqa a'zolardan chiqadigan har xil sesiq va puroqlarni islom yo'qotish orqali pokiza muhit, xushpuroq muhit, go'zal bir muhitni hozirlash uchun islom buni alohida ta'kidlagan. Şoňlaşqa hadisdan vallohu a'lam musulmonlar to'plashadigan joyga hay'atlari, ya'ni tuyuqi kiygan kiyimi, ko'na, shundaqla kirlash, maynat holatida bo'lmay, yuyinib, kiyim-kechaklarni ratlik kiyib, yengilsi bo'lsa yengillarni kiyib, pokiza kiyib, agar yengilsi bo'lmay qolsa, yub kiyib alohida bir ish bu islomning ijtimoiy adab va axloqlaridir. المعنى الآن كان الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم في جهد شديد يلبسون الثوب ويغدون في أعمالهم فيأرقون وقد لا يكونون يملكون غير الثوب الواحد فإذا كانت الجمعة اجتمعوا وعليهم ثياب متغيرة تنبعث منها ومن أجسادهم رائحة العرق فشكى بعضهم ذلك لرسول الله فرغب في الاغتسال يوم الجمعة لحضور الصلاة وأكد على المسلمين أن يقيموا هذه السنة فعبر عنها بصيغة الوجوب واللزوم لأنها من الشريعة بمكانة عظمى ومتأكدة أشد التوكيد كما رغب صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك لنزافة الفم والأسنان واستعمال الطيب للثياب والأبدان حتى يظهر المسلمون في اجتماعهم مثلا كريما للنزافة وطيب الرائحة وحتى لا تنبعث منهم الروائح الكريهة فيؤذي بعضهم بعضا وتتعذى منهم الملائكة وهكذا يتأكد ما تقرر من أن الإسلام دين النزافة ودين الألفة والمودة ودين الحس المرهب والأخلاق والسلوكيات العالية. Kişiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında qattiq mashaqqat, qiyinchilik, namuratlik deydi. Yung kiyimlerini kiyip ettigen işini berip talep ketdi. Jafo mushaqqat bo'lg'achqa bugungi kundek nefis, to'qilishi oliy, badallarga shundoq yumshoq keladigan, odamlarni talatmaydigan kiyim emas, aksicha to'qilishi qilin, bir xil purutadigan, xuddi yozliqda qishliq choponni kiyganiga o'xshagan kiyimlarni kiyib, degan ishqi bo'lsa talab ketadi. Ba'zida o musulmonlar bir tal kiyimdan boshqaga ega bo'lolmaydi. Ya'ni ega bo'lolmaydi degan ba'zida ular bir kiyimdan boshqasini topolmaydi. Juma bo'lsa yig'iladi. Vaholaniki ularning ustida o'zgirib ketgan ta'ning puroqlari bilan o'zgirib ketgan kiyimlar bor. U kiyimdan va ularning tanlaridan ta puruqi chiqib turug'liq. Shu sababdan ba'zi sahobalar bu ahvolni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cuma günüsü namazga kelish uchun yuyinishga qiziqtirdi ve musulmonlarni bu sünnetni icra qilishga ta'kidladi. Bu sünnetin vücub, yani vacib, zürür degan
kurulma sıygı bilen ifadeledi. Vacibun ala kulli muhtalim. Çünkü bu sünnet şeriatte katta urunda bek ta'kidlangan urunda. Shuningdek Payg'ambar alayhisolatu vasallam ig'izni, tishlarini paklash uchun misvak ishlatishga, kiyimlar, badallarni paklash, kiyimlar, badallar uchun xushpurak ishlatishga rag'batlantirdi. Musulmonlar yig'ilishida pokizlik, xushpurakning güzel namunasi bulup aşkara buluş için ulardan sisiq puraklar çıkıp birisi-birisine birisiga aziyat beradigan ve ulardan malaikalarmu aziyatlanadigan bo'lib qolmaslik uchun. Mana shuningdek yuqorida bekitilgan islom pokizlikning dini, do'stlikning dini, qarindoshlikning dini, o'tkir tuyg'uning dini, axloq, go'zal ish-harakat, suluklarning dini degandan iborat. Yuqorida bekitilgan narsa kuchlanish, ta'kidlansin uchun bunga buyurgan, yuqoridagi ishlarga buyurgan. Demak, bu sünnet alohida bir sünnet. Al-Mabahisul Arabiyya, Arabcha tadqiq qilinadigan so'zliklar. Ashhadu ala Rasulullah qol degan uqirru, men e'tirof qilaman, isbotlayman demakchi. Ushhidu degan, ashhadu degan lafzi bilan ifodalanishi kuchlantirish uchun payg'ambarim deganning mimma yaqul degan payg'ambarim degan so'zning aniqlanganligini sabit ekanligi uchun, ya'ni aniqlangan ekanligi uchun qala degan bir jumla bor bu yerda. Qala al-ghuslu. Qala masdar bo'lib qo'yilgan, qo'yg'uchisiz. Asli bu yerda masdar bo'lib qo'yilgan, qo'yg'uchisiz degan qala degan fe'l masdar bo'ldi hozir. Ama masdar qiladigan omil bormi? Yo'q. Hech qanday fe'lni masdarga aylantiradigan omil yo'q, ammo masdar bo'ldi. Bu yerda ashhadu ala rasulillahi qawlahu al-ghuslu yawmal jum'a degan ma'noda. Men Rasulullahga o Rasulullahning al-ghuslu yawmal jum'a degan so'ziga guvohlik beraman demakchi. Unda olganda masdarga aylantiradigan harf yo'q turib masdarga aylangan demakchi. Masbuka bi masdar min g'ayri sabit degan. Masdar qalaning qala harfi jar, yani zir o'qituvchi harf sabablik zir o'quluqliq. Bu qalaning i'robdan tutgan o'rni zir. Taqdiri ashhadu ala rasulillah bi annahu qal degan bo'ldi. Men Rasulullahning mundoq deganligiga guvohlik beraman. Ya'ni o payg'ambarimning al-ghuslu yawmal jum'ati vojibun deganligiga guvohlik beraman. Bi qawlihi degan ma'noda. Ala kulli muhtalim, balog'atga yetgan, balog'atga yetish degan bu so'zdan ihtilom degan gap bilan ifodalandi. Garchi balog'atga yetish ihtilomdan boshqa ishlar bilan bo'lsa-mu. Ihtilomsiz manga o'xshash. İhtilam bo'lmay meni kasmi balog'atga yetganlikning isboti, lekin bu yerda ihtilam deb qo'ydi. Ya yosh bilan yashi cho'ngib ihtilam bo'lmasmi hamda yashi cho'ngib 16-17 yoshga qolgan bo'lsa. Chunki balog'atga yetishning ihtilam bilan bo'lishi ko'pincha ihtilam bo'ladi. Va hadal wasfu yashmulu ar-rijala wan-nisa va yukhriju as-sibyan. Bu sifat likulli muhtalim degan sifat her ayollarni chiqaradi, uşaq vallarni bunu sirtqa chiqarib o'tadi.
Demek uşak ballağı yuyunuş vacip emas. Er bolsun, ayal bolsun, çukum yuyunuş vacip demek. Çünkü ayallarımı katneşiyor da cümlege. Katneşiş. Gerçi periz bolması mı? Ama katneşse boludu. Katneşse duruz. En yestenne degen kişilerini misvak ve onun okşagan tazalıgıçı sopun yoki başka maddeler bilen suykigenlikni yani pakzılıqanlıqni deymiz. Masdar en yestenne degen en ve gusluğa et kılıngan pildin masdari. Takdiri el-guslu vel-istinanu yevmel cuma vacibani ala kulli muhtalim. Guslu kılış ve misvak kılış cuma günüde her bir balağat ketken kişiye vacib. Ve yemmusa tiben mimnin zibri bilen pesih tilgasasen yemesse mes degen lemsinin en yengil halatları. Lemese degen mi tekküzdü degen mende. Mesço en yengil azruk tekküzgellikni. Ya ki tige tekmez tekkellikni mes deymiz. Tıyıp her kandak huşburaklık nesinin hemmisini atılı tutayım. İn vecede degen Peygamberimnin ve eyyemesse tiben degen sözügüla alakadar buluşkımı ihtimali var. Bunda da eslisi eğer kuşburak tapalısı onu tekküzüdü degen buludu. En yemesse ge ve eyyestenne gemu alakadar buluş ihtimali var. Bu çağda eslisi eğer misvakni, kuşburakni tapalısa kılıdı işkilisini. Birincisi yaxşırak, avlarak. Yani o yemesseyinin ve yemessa tiben degen sözge alakadar buluş avlar. Çünkü لأنه الذي يتعذر. Çünkü bu yemesse çünkü bu huşburak işletiş kıyın. Ama misvak köpünce kıyın emez. Anın dikin ve yemessa minat tıyib ma yakduru aleyhi degen Müslim'nin rivayeti bu xil mananı güçlendirildi. Huşburaktan onun kadri bulalığını tekküzse degen manada. Anda bolganda bu yerdeki ve yestenne bu misvak kılış mı vacip degen buludu ve yemessa tıyben degen huşburak kılış vacip emas. Tapalısı yaxşı. Bulmuşçu kımısı mı buludu degen manada buludu. Fikhul hadis. Hadisninki mezmunu. Mezhebu Şafii ve Malik ve Ebi Hanife enne hadal gusle hakkun li salatil cum'a la lil yevm. Limazid fazliha ve ihtisas tahara biha. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ebi Hanife'nin karışı bu gusli cüme namaz için vacip, çün için emez diyen bolar. O cüme namazının faziletini artık ziyade kılış ve o namazga taharet eliş mahsus bolganlık düşünmeyin. Şu cüme namazının faziletini yani o aşırış ve onun taharet eliş mahsus bolganlıkta cüme namazga ويصرح بهذا ما رواه مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. Bu qarashni İmam Müslim rivayet qilgan sizlarning biringiz juma kelmoqchi bo'lsa yunsun degan hadis va İmam Buxoriy rivayet qilgan sizlarning biringiz juma kelmoqchi bo'lsa yunsun degan hadis ochiq oshkora ifodalaydi. Maqsad iza arada al-maji demakki kelmoqchi bo'lsa deydi. فلو اغتسل بعد الصلاة لم يعتبر غسلا للجمعة. Eğer namazdan kin, yani cuma günüsü cuma namazından kin yunub kalsa,
jumaga yuvindi deb e'tibor qilinmaydi, hisoblanmaydi. ولو اغتسل بعد الفجر أجزعه عند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية والأوزاعي الذين استدلوا بتعليق الأمر بالغسل على المجيء فوجب أن يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة غير أن تقريب الغسل من وقت الذهاب للصلاة أفضل عند الجميع. Agar bomdatdan keyin, ya'ni bomdat namozidan keyin yuvinib qolsa, u kishiga Imom Shofiiy, Imom Hanafiy rahimahullohning mazhablarida kifoya qiladi. Ya'ni u juma kunlikning g'uslisida kifoya qiladi. Imom Maliki va Avzoiga ning aksicha, Imom Maliki bilan Imom Avzoining aksicha, ular yuvinishga bo'lgan buyruqni kelishga esildiganlik, ya'ni kelishga bog'laganlik bilan dalil talab qildi. Yuvinish jumaga kelishga aloqador bo'lishi vojib dedi. Lekin yuvinishni kelish vaqtiga yaqin qilish, namozga kelish vaqtiga yaqin qilish hammalarning qarashida afzal. Mavla Payg'ambar alayhisalom yuqorida hadisda kamakchi bo'lsa yuvinsin, kamakchi bo'lsa jumaga kamakchi bo'lsa yuvinsin degan hadis bo'lgandan keyin Rasululloh kamakchi bo'lsa yuvinsin deb yuvinishga bo'lgan buyruqni kelishga bog'lab qo'ydi. Bunda bo'lgandan keyin jumaga kelishga mang'ili qopgan chaqda bo'lish kerak yuvinish dedi. Ammo hammalarning qarashida shu namozga kelish vaqtiga yuvinishni yaqinlashtirib, mumkin kamakchi bo'lgan chaqda yuvinganlik afzal. Ammo atdiganlikda bomdatdan keyin yuvinsimi Maliki, Shofiiy bilan Hanafiyaning nimasida qarashida bu durust. Chunki yuvingan bo'lganlikda. لأنه يكون أوفى بالغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع في أثناء الصلاة. Chunki namozga kagilib turgan vaqtda yuvinish degan namoz orliqlarida yig'ilgan ahvoldagi yaman puroqlarning yo'q bo'lishidan bo'lgan maqsadga bakroq kifoya qiladi. وإنما اقتصر في هذا الحديث على المحتلم لأنه الكثير الغالب في من يحضرون بخلاف الصبي فلا يتأكد الاغتسال في حقه كتأكده للبالغ. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadiste muhtalim ihtilam boğucu, yani balağatga yetkichi deb cheklab qo'ydi. Chunki jamoat namoziga keladiganlarning ko'pinchisi shu ihtilam bo'g'uchilar, ya'ni balog'atga yetkichilar. Ushoq bolaning aksicha. Bu ushoq bolaning haqida yuvinish uning balog'atga yetganlarga ta'kidlanganidek ta'kidlanmaydi. Ushoq bolaning haqida. Garchi ushoq bola uchun jamoat jumaga kelishni iroda qilgan chog'ida sunnat bo'lsin. إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها وإن لم تلزمه فليغتسل degan hadisga asosan sizlarning biringiz jumaga kelmoqchi bo'lsa, ya'ni kelishni iroda qilsa va agarcha u juma uningga vojib bo'lmasa-mu, yuvinsin deganga asosan kelmoqchi bo'lganlik uchun yuvinish sunnat deymiz. Ibn Hibbanning "Man atal jum'a min ar-rijal wan-nisa falyaghtasil" degan xabari er olsun, ayol bo'lsin, jumaga kelgan kishi yuvinsin degan xabari va degan xabariga asosan val amru fi hadhihi al-ahadith lin-nadb la lil-wujub. Bu hadisdagi buyruqlar mustahab, uqtirib turdi, vojib emas. Asli buyruqninki
hükümü vaciplikni uqtirib turibdi. Ammo vaciplikdan yandıradigan vaciplik derecesini ifadelaydigan bu mazmundan başka rivayetler, başka hadisler azroq keyingi tassa u vaciplikni uqtirib bermaydi. وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي وردت بصيغة الأمر فقالوا بوجوب غسل الجمعة للرجال. Zahiri yedisinin aşağı yüzünü yedisinin ki sıdkı hükmünü alıdığan zahiriyle bu hadisinin ki zahirini tuttu ve emri sigasını kelgen başka hadislerini tutup cuma günlükte erlerge yuyunuş vacip dedi. Ula vacip dep qaragan. Ve haka an cema'a min es-selef minhum Abu Hureyre ve Ammar ibn Yasir. Yani seleflerden bir cemaat kişilerden mu ulanın içinde Abu Hureyre ba, Ammar ibn Yasir ba vacip deganlik hikoya qilingan. Ve hukiye an Ahmed fi ihda rivayeteyn anhu. İmam Ahmed'nin ikki rivayetinin biride İmam Ahmed'den şundaq rivayet kılıngan. Qala'l Hattabi zahaba Malik ila icab'il ghusl. İmam Hattabi bunda deydi. Hattabi İmam Malik ghusl vacip degan qarashga bağlan. Ve ekserul fuqaha ila ennehu gayru vacib. Ekser fiqhshunos ulamalar yuyunish vacip emas degan qarashga bağlı. Ular hadisni buyruq ma'nosida hadisni Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның buyruğunu güçlendiriş, qiziqtirish ma'nosiga tavil qildi. Uni mustahablikni ta'kidlashda vacip qo'shdi. Mustahab bo'lsa-mu, buni ta'kidlab vacip qo'shish uchun shu vacip ifodalab turgan ma'noda degan. Yoki tanlashda vacip. İsil ahlakta, pokizlikda vacip. Yoki kayfiyatida hukmida emas. والذي حملهم على صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أخبار منها. Bu ulmalarni vacip degandin mustahab deganga, ya'ni buyruqni, amr degan buyruqni vacip degandin mustahab deganga yüklashga sababchi bo'lgan narsa birmuncha xabarlar. Bu xabarlardan men tawadda'a yawmal jum'a fa biha wa ni'mat va man igtasala fal ghusl afzal degan xabar bor. Kim juma kunlikda tahorat qilsa bak yaxshi, yunisa yunganligi afzalroq degan xabar. Mushuning asosan juma uchun yunish İmam Şafii'ye, İmam Hanefi'ye, Maliki mezhebinin cumhur ulamalarının qarashida İmam Ahmed'nin qarashida mı? İşte rivayetinin birde sünnet-i muakkede, güçlük sünnet. Asasen bu güçlük sünnet. Ve yu'khazu minel hadis. Hadisten elinadigan hükümler. Birinci, istedelle men qal innel ghusl lil yawm la lis salah akhzan min al izafa walakin al ahadith allati rabatat al ghusl bizzahab ila al jum'a tuakkidu fasad hadha ar ray. Yuyunush kunga namozga emas degan kishilar izofatga asoslanib turib dalil talab qilgan. Peygamberimizin el-ghuslu yevmel cum'a deb yevmni cum'aga izof qilganlik uchun, juma kunisi deganlik uchun, juma namoziga emas, juma kunisi deganlik uchun Rasululloh juma kunisi dedi. Shuni kunga yunimiz, juma kunisi yunisi bo'ladi. Lekin yunishni jumaga berishga bog'lagan hadislar bu xil qarashning buzuq
qarash ekanligini ta'kidlaydi. Yuqorida hadisda boya iza arada ahadukum ay yatiyal juma falyaghtasil. Sizlarning biringiz jumaga bormoqchi bo'lsa yuvsin. Jumaga kelmoqchi bo'lsa yuvsin deganlik uchun Rasululloh bu yerda jumaga kelmoqchi, jumaga bormoqchi, juma namozini o'tamoqchi bo'lsa yuvsin deganlik kun uchun emas, namoz uchun ekanligini uqtirib turadi. الثاني استحباب السواك والطيب يوم الجمعة ولمن حضر صلاتها آكد وأبلغ. مسواك işletiş, xushpurak qilish juma kunlikda mustahab. Juma namoziga keladigan kishi uchun bakroq mustahab, kuchliroq mustahab. Kelmaydigan har qanday odam bo'lsin, balog'atga yetgan bo'lsa lekin er ve ayol bo'lsin, misvak ishlatish va xushpurak ishlatish mustahab. Ammo jumaga boradiganligi bakroq. Asası illet yukarıda Allah edilsin 5'de deginimiz bu asasen. Es-salis istedelle bihi ala ennel cuma gayru vacib ala sibyan. Bu hadis bilen cuma bu uşak ballağa vacib emas deb delil talep kılındı. Küçük ballağa vacib emas. Peygamberim likulli muhtalim dedi ya ballağa ketken dedi. Bunda olgan çağda ballağa yetmegenler cuma namazına bağmağanlık için ola yuyunmusun buludu. استدل به بعضهم على سقوط الجمعة من أن النساء لأن الفورز تجب عليهن في الأكثر بالحيز لا بالاحتلام وهذا مردود بأن الحيز يعدل الاحتلام وإن سقطت الجمعة عنهن بحديث لا جمعة على امرأة ولا صبي. Hadis bilen ulamalarning ba'zilari juma ayollarning saqit degani dalil qiladi. Nimishqa? Chunki farzlar ko'pincha ayollarga hech bilan vojib bo'ladi. Hech ko'rgan chaqda vojib bo'ladi. Ihtilom bilan emas. Unda bo'lganda payg'ambarim ihtilom bo'g'ichiga deganligiga asosan bu yerda ayol kishi hech ko'rmagandan farz vojib emas. Bu gap qabul qilinmaydi. Hech ihtilomga barabar. Ayollarda ihtilom bilan balog'atga yetsa, ayollardachu hayz bilan balog'at ketadi. Ham hayz ko'rmasimi yana ihtilom bo'lsa, ayollarning ihtilom bo'ladi. Buni bilan balog'at ketadi. Gerçi cuma ayollardan ayolga uşaqlığı cuma yok degan hadis bilan saqit bo'lsin. Ama saqitlikda mesele yok. Ama saqit bo'lishning sababi ihtilom bo'lmaslik bilanmi yoki ayol kishi bo'lish bilanmi deganda o hadisda ayol kishi bo'lish bilan emas, ihtilom bo'lmaslik bilan deb olgan. Shuning uchun ayol kishi bo'lganlik uchun juma uni vojib emas. Ammo ba'zi bo'ladi. Istadalla bihi ala anna al-ghusl haythu wujida yawm al-jum'a kafa walau kana an jinaba. Bu hadis bilan yuyinish juma kunlikda bo'lsa kifoya qiladi deganga dalil talab qilindi. Garchi jinobatdan bo'lsin. Chunki kun yuyinish uchun vaqt qilindi. Yuyinish juma kunlikda bo'lganlik uchun mayli ihtilom bo'lib qolsin, mayli ayollik o'rtasidagi munosabat sababidan yuyinish bo'lib qolsin, qandoq bo'lsin, yuyingan bo'lsa bo'ladi. وقال قوم إن ليوم الجمعة غسلا مخصوص فلا يجزئ عن غسل الجمعة غسل الجنابة إلا بالنية. Bir türküm kişiler mundaq dedi. Cuma gününün ayrım bir yuyunuşu var. Cuma gününün yuyunuşidan cinabet üçün yuyunuş o kifoya qilmaydi. Faqat niyat bilan. Niyatida ikkilasi uchun yuyunaydi. Yuyunsa uning o'zi boshqa. Ammo cinabetni yuyunay deb yuyungan bo'lsa, u kifoya qilmaydi. Faqat ahaza bizalik Abu Qatada. Bu xil qarashni Imom Abu Qatada tutqi qilgan. Chunki u o'g'lining juma kunisi yuyunayotganligini ko'rib,
Eğer senin cinabetten yuyunganlıkın bu kalsa, sen cuma için bilek bir yuyungan degan. Bunun asasen ba'zanlar cuma için ayrım bir yuyunish var deydi. Umumiyyətən qarash cuma için yuyunmasımı, yani bir gün cumanın aldıda qanday şekilde yuyunsa bo'ladi. Demek bu hadis yuyunishni nima uchun Müslümanlarga buyurgan? Çünkü Müslümanlar ta'laydigan bo'lganligi uchun, puraydigan bo'lganligi uchun Müslümanlarning og'izdagi puroqni, tindagi puroqni va badandagi puroqlarni yo'q qilish uchun yo'lga qo'ygan. Demek İslam ne kadar pokizlikka ahamiyat beradi. O pokizlik her türlü birodarlar. Ahlak pokizligi, e'tiqod pokizligi, ibodat pokizligi, ko'z qarash, fikr tasavvuri pokizligidan boshlab nurg'un pokizlikni o'z ichiga olsa, eng avvalida turadigan urun pokizligi, badan pokizligi, ya'ni tan pokizligi. Tanning hamma yerlari, kiyim-kechak pokizligi, uy pokizligi, oshxona pokizligi, minadigan mashina pokizligi, har turli pokizliklarning hammasi islom alohida tashabbus qiladigan, islom alohida bu pokizliklarga buyuradigan pokizlik. Shuning uchun pokizlikka alohida ahamiyat berishimiz, bu ibodat, bu ahlak, bu medeniyet, bu Müslümanların yüzünü yürük kıladigan çok ictimai iş. Allah subhanahu ve taala hemmimizni pokizlikni yaxshi ko'radigan va pokizlikni amaliy o'ziga tatbiqlaydigan kishilardan qilsin. Allah subhanahu ve taala dersimizni davom etgili ve bu dersimiz orqali islom ummatiga xizmat qilg'ili nasib qilsin. Allah subhanahu ve taala bu dersimizde Müslümanların her birinin öyleriga, her birinin qolaqlarına yetkili nasib qilsin. Ve Allah taala yetkizgichilarni din xizmatini qilganlarning qatoridan mukofotlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.